Nima? $1000? $1000 tugul bir tiyin ham bermayman. O'zingizga bo'lsa ham mayli edi. Qarindoshingizni qarindoshim-ye, tushunmadim. Yo'q, короче, pul. Nima deganing bu? Mani o'zimga yarasha obro' e'tiborim bor ko'chada. Keyin hamma mani qo'li bilan ko'rsatib, ana paskuda ketyapti, paskuda, pastkash deb hamma mani ko'rsatsin-da, ha. Simbolik hamma biladi. Mayli. Bosh ko'zimdan sadaqa. Ko'p bermayman lekin. $200 bor, короче. Mayli, Asalcham, boriga baraka endi. Shunga ham rahmat deysan, qolganini o'ziga qo'shib yuboradi. Mayli. Sabr. $200 mi? Men. $200. Asalcham, anu ortiqchasini bersang, men o'zimga anu bitta futbolka ko'rdim-ku, o'shani olardim-da. Shu ham turmasin mana. Men. Keyin Asalcham, anu mashinangni boya haydadim-ku, tog'ga borib keluvdim, mastava ichgani, benzini qolmadi. O'shanga benzinga ham bermasang bo'lmaydi, lekin Asalcham, hozir bu yerda buni berib yuborsam qarindoshlarimga, keyin kichkina jiyanlar ham bor ekan, bolalari, unga ham shirinliklar olib bormasak bo'lmaydi. Bolalarda nima ayb? Pashom. Shunisiga ham rahmat Asalcham.